Ham sal xato qilsam, haqoratlab, nafsoniyatimga tegib gapiradilar. To'g'ri, biror narsaga maslahat so'rasam ham urush qilib ketadilar. To'g'risi, charchadim, lekin erim yaxshi. Alhamdulillah. Eriz yaxshi ekan-ku. Hech yo'q, bitta bo'lsa ham yaxshi odam bor ekan-ku uyda. O'sha bitta yaxshi odam uchun yashang o'sha xonadonda. O'sha bitta yaxshi odam uchun sabr qiling. O'zi hayotda ham bor-ku, ko'p narsalarni bitta yaxshiligi uchun o'sha yerda sabr qilamiz, o'sha bitta yaxshiligi uchun ilinib turamiz. Masalan, bir odamni 100 ta yomonligi bormi? Bitta yaxshiligi bormi? O'sha yaxshiligi uchun haligim bilan gaplashamiz. Ana 100 ta yomonligini unutishimiz kerak. O'sha yomonligini eslasak borki, haligi odam ko'zimizga yomon ko'rinadi. O'sha yaxshiligini eslasak borki, haligi odam ko'zimizga chiroyli ko'rinadi. Demak, uyingizda, xonadoningizda qaynonangiz yomon, unisi yomon, bunisi yomonmi? Bitta bo'lsa ham eringiz yaxshi ekan-ku, bo'lib ham sizda eng asosiy odam yaxshi ekan-ku. O'sha yaxshi odam uchun yashang.